Aholi shifokorga murojaat qilsa, avvalo o'zi yashayotgan hududdagi oilaviy poliklinikaga murojaat qiladi. Biroq yaqingacha poliklinikaga kelgan bemor avval ro'yxatga olish joyida, so'ng esa shifokor ko'rigida va yana analiz topshirish kerak bo'lgan joylarda navbatda turishga majbur edi. Bu esa turli sarsongarchilik, asabbuzarliklarni keltirib chiqarardi. Yurtimizda bu muammoning oqilona yechimi sifatida elektron poliklinika, elektron retsept kabi dasturlar joriy etilib, sohani raqamlashtirishga kirishildi. Farg'ona shahridagi 5-oilaviy poliklinikada bu tizim bo'yicha muvaffaqiyatli ishlar amalga oshirilyapti. Demet tizimiga o'tishimizdan maqsad aholiga birinchidan qulaylik yaratish va qog'ozbozlikni yo'qotgan holatda ma'lumotlarni elektron tizimga o'tkazish. Demet tizimining qulayliklari shundan iboratki, aholi bitta navbat kutishi, jonli navbatlar yo'q. Elektron tizimda navbatlar shakllantiriladi va shu bo'yicha ularni tibbiy tekshiruv o'tkaziladi. Demet O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligini raqamlashtirish uchun ishlab chiqilgan yagona platforma hisoblanadi. Buning uchun birlamchi tizimda faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar Demet bo'yicha to'liq o'qitilyaptilar. Albatta, bu bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Demet axborot tizimi joriy qilingan. Ushbu Demet yagona tibbiyot axborot tizimi butun viloyatdagi birlamchi tizimlarga va shifoxonalarga joriy qilindi. Hozirgi kunda mana o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar, mana shu poliklinikamizda bosqichma-bosqich jarayonlar joriy qilingan bo'lib, shularda doimiy tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Aholiga qulayligi o'sha uyda o'tirgan holatda o'zini kasallik analizlarini bilish mumkin. Vrachlarimizga, shifokorlarimizga uydan o'tirib qaysi vaqtda borilishi, qaysi soatda kirilishi bo'yicha bemalol navbatga qo'yishlar mumkin. Mana shu yilda Farg'ona viloyatida barcha raqamlashtirish tizimlar amalga oshirilib, shu aholimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Sohani raqamlashtirish jarayonida fuqarolarning pasport ma'lumotlari tizimga kiritilib, har bir odamga ID raqami beriladi. Bu orqali fuqaro uyda turib onlayn tarzda shifokor qabuliga yozilish imkoniga ega bo'ladi. Ushbu yangi tizim viloyatimizdagi mavjud oilaviy poliklinikalarda to'liq amaliyotga tatbiq etila boshlayapti. Demet Pro orqali bizga amaliyotchi hamda oila shifokorimiz reja asosida biz xonadonlarga tashrif buyuramiz. Amaliyotchi hamshira bizga oylik, haftalik, kunlik rejalarni taqsimlab berishadi. Biz bu Demet Proda o'zimizni xonadonlarga borib, homiladorlar ayollarning oldiga borib, shu Demet bilan ishlamoqdamiz. Bu juda ham qulayliklarni bizga beryapti va aholiga ham juda ham qulayliklar tashkil qilinyapti. Biz endi sarson bo'lmasdan hamma o'zini ishini bilib, reja asosida oilaga tashrif buyuramiz. Loyihaning asosiy afzalligi shundaki, deylik fuqaro o'z hududidagi poliklinikada tibbiy ko'rikdan o'tmoqchi. U o'z ID raqami orqali uydan turib elektron navbatga yoziladi va belgilangan vaqtda tibbiyot muassasasiga borib ro'yxatxonaga uchraydi. Bu yerda unga avtomatik tarzda talon beriladi. Bundan tashqari, Demet mobil ilovasi orqali fuqarolar analiz javoblarini ko'rishlari va elektron retseptni aptekalardan olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qisqa qilib aytganda, sohani raqamlashtirish birlamchi bo'g'inli kasalliklarni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir.